Hayot shunaqa eganda, boshingga bir kulfat tushgan, hamma qochib ketgan. Saturn mag'lubiyatdan norozi va qumor reklama qilishni bas qilganini e'lon qildi. Rasman Muhiddin Mamajonov va Fazliddin Madrahimov jangi e'lon qilindi. Bu 3-jang bo'ladi. Bobur Qurbonov Saturn va Kamil Karate jangiga fikr bildirdi. Kanalimizga hech qanaqa reklama yo'q, daromad ham. Meni qilayotgan mehnatlarim faqat sizning laykingiz uchun. Agar siz layk bosib kanalimizga obuna bo'lsangiz, video ko'proq odamlarga tarqaladi. Rahmat. Rasman 13-iyun kuni Octagon 87 turnirida Muhiddin Mamajonov va Fazliddin Madrahimov o'rtasidagi 3-jang bo'lib o'tadi. Jangchilar vaqtinchalik chempion unvoni uchun Octagonga ko'tariladi. Eslatib o'taman, Muhiddin Mamajonov va Fazliddin Madrahimovlar 2 marotaba jang qilgan. Muhiddin Mamajonovni belidan pastga zarba berib g'alabani olib ketgandi va bundan barcha norozi bo'lgan va nihoyat 3-jang trilogiya tashkil etildi. Saturn mag'lubiyatdan norozi bo'ldi va hali revansh olishini aytdi. Mag'lubiyatdan keyin uning atrofida hech kim qolmaganini aytib chiqdi. 2 raund knockdown qilib birinchi marta ko'rishim mag'lub bo'lgan insonda o'zim bo'ldim u. Muhiddin Mamajonov akam ham yutgandi bir vaqtda, xuddi shunaqa nohaqlik bo'lgandi. Alloh ko'rib turibdi, Xudo xolasa inshaalloh hali keyingi revansh bo'ladi albatta. Revanshda o'sha hakamlari ham yordam bera olmaydi inshaalloh. Saturn, nima gap? Baqir-chaqir qilib yuruvding, yonimda odamlar ko'p deb. Nima bo'ldi? Yozishmay qo'ydimi? Nohaq. Bobur Qurbonov Saturn va Kamil Karate jangiga professional va neytral holda fikrini aytib chiqdi. Siz ham fikringizni kommentarda yozib qoldiring. Sizningcha Kamil Karate va Saturn jangida kim g'alaba qozongan aslida? Saturn va Kamil Karatening jangi hozirgina yakunlandi va bu jang MMA muxlislari uchun, aynan MMA ni tushunadigan muxlislar uchun bir nechta savollar qoldirdi. Bu xo'p, birinchisi bu nima uchun Octagon Liga bu jangni asosiy jang qilib belgilaganligi. Chunki men endi Kamil Karate bilan ham juda ham yaxshi munosabatdaman, Saturn bilan yaxshi munosabatdaman. Ikkalasini ham albatta mehnati singan va ularning alohida muxlislari bor. Shunchaki agar sportiv tarafdan qaraydigan bo'lsa, MMA da ko'proq natija qilganlar pastda qoldi degan bir fikr bor menda. Ana endi nima bo'lganda ikkalasi mag'lubiyat. Xo'p, birinchi o'rinda ikkita jangchiga ham biroz mana o'zini texnikasidan chetlashdi ikkita jangchi ham deb o'ylayman. Birinchisi bu Saturn nima uchun kurashga intilmadi deb o'ylayman. Jismoniy kuch uning tarafda edi va Kamil Karateni yiqitib kontrol qilishga harakat qilmadi. Nima uchun? Xo'p, ikkinchisi bu albatta Kamil Karatega xuddi Tayson bilan urushgandek, menimcha dona-dona tepsa kerak. Etapma-etap, qavatma-qavat Saturnga zarbalar beradi va shu travmalar berishi mumkin deb o'ylagan edim. Lekin ikkita sportchi ham nimagadir, masalan, Saturn stoykada ishlashga qiziqib qoldi, klinchda yiqitgandan keyin ham o'sha vaziyatdan foydalanmadi. Kamil Karate stoykalarda yaxshi zarbalar o'tkazgan bo'lsa ham klinchda intilaverdi nimagadir. To'g'risi biroz savollar bo'ldi. To'g'ri, endi ikkita sportchi ham to'liq MMA ko'rsatib bera olmagan bo'lishi mumkin. To'liq sizlar xohlaydigandek MMA sportini, lekin ma'lum bir darajada muxlislarga bu musobaqaning maqsadi nima? Muxlislarni albatta nima deyiladi? Razvlikats qilish deydi-ku ruschasiga. Sizlarni kayfiyatlaringni ko'tarish, sizlar tomoshabin bob mana shunaqa janglar tayyorlash. Albatta bu menimcha bu tarafdan mana shu jang glavniy gardga qo'yilganligi yutuq bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda, masalan, Saturnda ham biroz yutuqlarni sezdik, ancha spokойно bo'lib, disiplinaga tushib, hali yosh, endigina 22 ga kirdi. Hali ancha narsa o'rganadi menimcha, hali bor unda. Chunki Saturn hali MMA ni o'rganmay turib, MMA yulduzi bo'ldi desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Kamil endi anchagina janglar ko'rgan, travmalar ko'rgan, jag'i sinni, qo'li sinni, xullas ko'pgina travmani boshdan o'tkazgan veteran sportchi. Ikkita sportchi ham mana mehnat qildi, endi natija endi ko'rdinglar. Ko'proq tayyorlanganda yutarmidi Saturn degan savolga men javob beraman, yo'q. Chunki natija jang yo'q, yutolmaydi demoqchi emasman. Jang mana shunga o'xshaydigan bo'lar edi. Xuddi mana shunaqa ssenariyda bo'lar edi jang. Balkim Kamil Karate sal tajribasidan kelib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin, lekin chunki Saturnga o'xshaydigan jangchilar ko'pi, deyarli ular har doim mana shunaqa formada yurishadi. Lekin alohida aytib o'tishim kerak, haqiqatan Saturnda texnikasida, bo'yda o'zini tutishida anchagina o'zgarishlar bor. Sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman.